kerak bizda kommunikatsiya texnikalarini qanday amalga oshirishni, qanday samarali bo'lishini bilishimiz joyi hisoblanadi. Mana shu amaliyotni olib qilamiz. Shulardan bittasi psixologik moslashuv deymiz. Psixologik moslashuvda birinchi galda siz qarama-qarshida turgan suhbatdoshingizga qanday moslashasiz? Tana a'zolarini moslashtirish orqali harakatini havoda joylashini moslashtirasiz. Qo'lingiz, oyog'ingiz, o'tirishingiz, ko'z qarashlar. Mana endi suhbatni boshlashingiz mumkin. Savol bering. Barakalla, mana siz savol beryapsiz, javob beryapti. Qanday javob beryapti? To'g'rishiga e'tibor bering. Past. Siz ham past gapirishingiz kerak. Past gapiryapti, past. Baland gapiryapti, baland. Boshini qimirlatyapti, agar gapirishda siz ham xuddi shunday moslashasiz. Demak, tovushda moslashish. Avval tana a'zolariga, keyin tovushda moslashish va ko'z qarashlarda